Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Blender dasturida ishlayotgan odam bilishi kerak bo'lgan 5 ta qoida haqida tanishib chiqamiz. Birinchi qoida naming, ya'ni nomlab chiqish. Blenderda nomlab chiqish juda ham muhim, negaki juda ham ko'p bo'lgan elementli sahnada nomlangan predmetlarni ajratib olish, topib olish juda ham oson bo'ladi. Shuning uchun ishlayotganingizda yasayotgan modellaringizni nomlab chiqishga e'tibor bering. Nomlab chiqish qanaqa bo'ladi? Tartibi. Xo'sh, demak, qaysidir predmetni tanlaymiz va uni bu yerdagi predmetlar listidan topib olishimiz kerak. Topib olishni oson usuli numpaddagi nuqtani bosib qo'yish. Mana shu model chiqdi. Endi buni nomlash uchun ustiga 2 marta bosamiz yoki F2 tugmasini bosamiz. Keyinchalik esa buni o'zimizga mos tilda nomlab olamiz. Mana endi bu modelni topib olishimiz oson bo'ladi. Mana bu qidiruv bo'limida lamp deb yozsak bu yerdan chiqadi. Keyingi ish xuddi shu ko'rinishda barcha modellarni topib nomlab chiqish. Nomlab chiqishning yana bir qulayligi, agar modellaringizni internetga qo'yadigan bo'lsangiz, sotadigan bo'lsangiz yoki kimgadir beradigan bo'lsangiz, ular uchun ham topib olish oson bo'ladi. Shuning uchun nomlab chiqishga e'tibor bering. Bu juda ham muhim. Ikkinchi qoida esa reference, ya'ni yasayotgan modelingizni rasmini Blender oynasida ochib qo'ying. Barcha tarafdan iloji boricha ko'proq. Bu holatda model haqida tushunchangizni osonroq anglab olasiz, nimadan yasashni, qanaqa ko'rinishini. Faqat Googledan rasm topgandan so'ng uni ko'rib, yana Blenderga o'tib, yana Googledan ko'rib o'tirish noqulay. Shuning uchun Shift A Image Reference. So'ng esa yuklab olgan rasmingizni bu yerdan topib olasiz. Deylik, mana shu. Undan so'ng esa o'zingizga qulay burchak ostida buni to'g'rilab olasiz. So'ng modelni yasashga kirishasiz. Rasm reference uchun ham nastroykalar, ya'ni ularni o'zgartirish mumkin. Ya'ni masalan, faqat bir tarafdan ko'rinishi, faqat X o'qidan ko'rinadi. Bu uchun perspektiv bo'limini o'chirib qo'yish kerak. Masalan, bu yerdan o'lchamini yoki qayerda turishini o'zgartirishingiz mumkin. Reference rasm juda ham muhim model tayyorlayotganingizda. Xo'sh, uchinchi qoida esa klaviatura bilan oson ishlash. Xo'sh, interfeysda masalan deylik, qaysidir funksiyani ko'rsangiz, yonida uni klaviaturada qisqa kodini ko'rsatib turadi. Masalan, deylik, mana bu X-ray. Buni ingliz tilida shortcut deydi. Alt Z ekan demak. Shu X-rayga o'tish qisqa kodi Alt Z. Qo'shta menga Alt Z'ni bosganimda Nvidia'ning nastroykasi chiqib ketadi. Buni menimcha sizda yo'q. Demak, Alt Z'ni bossak modelimiz X-ray ko'rinishga o'tadi. Demak, har safar bu qismni yoqib o'chirish o'rniga Alt Z'ni bosib shu rejimga o'tish qulaylik tug'diradi. Deylik, o'lchamni kattalatish, bu yerda scale ni o'zini
funksiyasi bor, lekin s yordamida buni bajarish juda ham qulay. Ya'ni qoida shundan iboratki, iloji boricha klaviatura bilan ko'proq ishlang. Interfeysdan har bir funksiyani qidirib o'tirish vaqtingizni oladi va model davomiyligi, yasalish davomiyligi cho'zilib ketadi. To'rtinchi qoida esa modelga ulangan teksturalarni ko'chirib o'tkazishdagi muammoni yo'qotish uchun yordam beradi. Deylik, modelimizda juda ham ko'plab teksturalar mavjud deylik. Lekin agar bu modelni kimgadir yuklamoqchi bo'lsangiz, yubormoqchi bo'lsangiz, faqat meshning, ya'ni modelni o'zi ko'rinadi-yu, teksturalar pushti rangda ko'rinib qoladi. Buning sababi file bo'limiga o'tib, external data automatically pack resources bo'limini yoqib qo'ymasligida bo'ladi. Xo'sh, demak, file bo'limidan o'tib, external datada automatically pack resources bo'limi yo'qolsa agar, modelimizda qanaqa o'zgarish yuzaga keladi? Blenderda yaratilgan barcha modellar Blenderni internal datasi hisoblanadi, ya'ni ichki ma'lumot. Masalan, u yerga tashqi tarafdan tekstura olib kirilsa, bu ma'lumotlar external data hisoblanadi. Ya'ni agar umumiy fayl olib qaralsa, external datani hisoblab o'tirmaydi bunaqa Blender. Agar uni yuborsangiz, shu external datalarni yuklab olmaydi. Oddiy holatda shunaqa, lekin automatically pack resources yo'qolsa agar, barcha tashqi tarafdan olib kirilgan, masalan, teksturalar barchasi Blender fayli ichida yig'ilib turadi. Bu fayl hajmini ko'tarib beradi, ya'ni fayl hajmi kattalashib ketadi, ammo olingan teksturalar shu model ichida qolib ketadi. Demak, modelimizda pack qilib qo'yish, teksturalar va external boshqa datalarni fayl ichida saqlab qo'yishga yordam beradi. 5-qoida ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Deylik, boshqa dasturlar Blend faylini yuklab ola olmaydi. Deylik, Unity, Unreal Engine yoki deylik 3D Max Blend faylni yuklab olmagani sababli buni boshqa fayl ko'rinishida eksport qilish kerak bo'ladi. Eng ko'p tarqalgan fayl turi bu fpx deylik. Shu fpx ni bossak, modelimizni bu yerda nomlab olamiz, Porsche Taycan.fpx. Xo'sh, ikkinchi qiladigan ishimiz endi shu holatida fpx modeli yuborsak ham teksturalari ko'rinmaydi. Qachonki pass moddan mana shu copy bo'limiga o'tib, mana bu embed textures bo'limini yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng fpx modeli ichida modelning o'zi va teksturalar ham qo'shilib yuboriladi. So'ng export fpx. Xo'sh, endi bir marta shu holatida, bir marta esa yuborilmagan holatida ko'rib chiqamiz. Deylik, yangi fayl ochib olamiz. Shu holatda ikkita fpx ni ham import qilsak agar, keyinchalik
bittasi tashqi datalarni o'zida saqlab turadi, ikkinchisi esa saqlab turmaydi. Saqlab qo'linmagan datalar shu ko'rinishda pushta bo'lib ko'rinib turadi. Demak, mana shu 5 ta qoida bilan tanishib o'tdik.